Tarixda eng uzoq yashaydigan narsa qudrat emas, adolatdir. Ibnul Asir shunday deydi: Islom tarixini o'rganish mobaynida eng adolatli 4 xulafoi roshidinlardan keyin Umar ibn Abdulazizda mana shu adolatni ko'rdim. Umardan keyin bunday adolatli kishini uchratmadim. Lekin ularni safiga qo'shish mumkin bo'lgan yana bir kishi bor. Bu Nuriddin Mahmud ibn Zankidir. U davlat tepasiga kelgandan so'ng adolatni qurdi. Nuriddin Zinki bu inson haftasiga 2 marta xalqning shikoyatini va murojaatini shaxsan qabul qilib, adolatni bevosita ta'minlar edi. U o'ljadan faqatgina ulamolar halol deb topgan narsani olar, oltin va kumush ziynatlardan foydalanmas, ipak kiyim kiyishdan tiyilar edi. Shaxsiy ehtiyojlarini davlat xazinasi hisobidan emas, balki o'z mulki orqali ta'minlar edi. Bu esa uning taqvosi va davlat mol-mulkiga bo'lgan ehtiyotkor munosabatini yaqqol ko'rsatar edi.